Assalomu alaykum hurmatli Biyagumuz Denochyanchi kanalining obunachilari. Assalomu alaykum YouTube ahli. Hop, mana kartochkamizda biz garchi 24-aprelda qo'llagan bo'lsak, o'sha kuni ba'zi bir e'tiborsizlik qilib videosini tashlamagandim. Bana bir agat qoldirgandim o'zimizga yeyishga. Bu yerda bir sötük mana joyini haydab qo'yibman. Bu pastda ham yana bir ikki sötük joyda u yoqda ham ekilgan. Bari kech bo'lsa ham qo'yishga qaror qildik. Bugun 7-may. Bu 7-may ekan. Mana Kolumbu navli kartochkalarimiz. Hosildorlik o'ta baland bo'lgandi. Bir ikki kun kutib mana hali qildik. Deyarli maydasi chiqmas ekanda. Mana shuni endi mayda desak, mana shularni mayda deb tasavvur qilsak, mana bular maydaga o'tmaydi-yu. Mana shunday sifatli yaxshi kartochka bo'ldi. Shuning uchun ertachiroq sotdik. Bitta xavotir bo'lgan narsamiz, bunda yoriladi, video yo'qoladi deganda yorilmas ekan. Baribir yaxshi natija bergan edi. Mana shu. Mana. Mana bu yerda ham shu holat. Yaxshilari buni mana shunday bo'lib qoladi pishsa deganiga biz xavotir olib sal ertachiroq ekdik. Bozorga keyin ketishi sal murakkab bo'ladi dedi. Kolumbu navli kartochka shunaqa bo'lish ehtimoli katta degandi. Mana shuning uchun kechroq bo'lsa ham videomiz cho'zilib ketmasin. O'tgan yil ham xuddi shu narsa takrorlangan edi. Deyarli buncha mayda. Mana asosiy massaviy mana shu chiqdi. Bir tonna 200 kilo chiqqan edi. Mana shu 4,5-5 sötükdan o'zimizga yeyishga ham bir agatda olib qoldik. Bir xilda qator deyishadi. Buyoqlarni qulpinaga haydab tayyorgarlik qilib qo'yibmiz. Mana shu. Mana shunday ham hosildorlik bu yil o'ta yirik, yaxshi. Biz o'ylagandan ham yaxshi natija berdi, hurmatli o'rtoqlar. Yaxshi, mana bugun buni ham yerni bo'shatish maqsadida olib qo'yapmiz.
fikr va mulohazalaringiz bo'lsa biz uchun kommentariyada qoldirishlaringiz mumkin. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Dehqonchilikka hammaga ilohim Xudo baraka beraversin. Xo'p. Mana ertalab bugun 7-chilar 2025-yildi 7-sanasi. Sog' bo'linglar, omon bo'lingizlar.